Bolani olib chiq. Nimaga? Tuproqqa cho'miltiramiz. Enani qornidagi juni to'giladi. Tuproqqami? Olib chiq deganini olib chiq. Bekorlarda aytibdi. O'zini junini to'ksan. Infeksiya tushadi bolaga. Ha? Yaxshi. Shu bolani olib chiqaylik, ayam bekordan aytmasa kerak. Yo'q! Aya bola uxlayapti ekan, jun to'kilgan ekan-ku o'zi. Ha. Ha. Xotining ayt pampers kiydirmasin, kichkina bo'lib qoladi. Pampers kiydirmasam, kecha siyib qo'yadi, nima qiladi, beli shomallaydi, o'pkasiga o'tib ketadi, pandemiya bo'ladi. Ey, tomog'ini tiysin, torliq yemasin, bolani ichib ketadi. Arpa badami chetda. O'lib ketlaring bo'lmasa. Oldin kelgan oldin ketadi. Tashlab bermasin, yemissin bolani. To'ymayapti. Yashaylar sizlar, yashaylar. Mana endi bola och, nahor yotibdi pashsha talab. Sizlar mana endi nimani beray, uni ber, buni ber deb yotibsizlar. Kelishib olib, keyin tug'inglar, nima qilasizlar mana bunaqa qilib tug'ib? Mana bechora ota ham sarson, sargardon bo'ldi bechora. Turing, bitta emizing, yo sut bering, qornoch qolib ketdi. İçeyim yo, ha? Issiq bu ham, ey. Bormi, nima turman üstüne? Nam mana, onasini yemsin. Nam mana. Vay bana, vay bana.